ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtsadına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağ iken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicretten mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yapacak aldı. Assalamu alaikum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Bugungi programmamizda Sharq Turkiston kun tartibi degan temada to'xtalamiz. Bu programmamizga Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullo O'g'izxonni taklif qildik. Bu programmada bizga ma'lum bo'lgandek, Ramazon oyining kirishi bilan Sharq Turkistonda Xitoyningki diniy besimning kuchayishiga ergashib, Turkiyada va dunyoning o'xshamagan joylarida xalqaro Sharq Turkiston masalasi kun tartibga kelgan bo'ldi. Xususan Turkiyada Türkiye xalqi, ommaviy tashkilotlar, siyosiy partiya, hukumat organlari, bütün qurilish tashkilotlar bu masalani jiddiy qarab, Sharq Turkiston masalasi Turkiyaning muhim masalasiga, muhim nuqtasiga o'tirib, shu shaklda bir avvallar shakllandi. Biz bu to'g'rida Sharq Turkiston masalasi to'g'risida hurmatli Hidayatullo O'g'izxon apandi bilan suhbat olib boramiz. Sizlarga ma'lum, shu Turkiyadagi, bularning xalqarodagi shu Ramazonninki ichida va hozir davom qilayotgan shu vaziyatda Sharq Turkiston kun tartibi qanday bo'lib o'tirib chiqdi. Bu to'g'rida sizningki ko'z qarashlaringiz nima, bu vaqtda fikr qarashlaringizni anglagan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Asasen Sharq Turkiston 66 yillik ig'ir besim, istibdod, qatliam, qirg'inchilik, nurg'un zulm va ishkenceler bilan jirang'i to'shab ketgan insonlar partilashga oz qolgan bir paytda eng oxirgi qitim shu 2009da 6 yil, taxminan 6 yil bo'ldi. 6 yil burun Ürümçi qirg'inchiligi deb to'nagan necha 10 minglagan qarindoshlarimizning shahid bo'lib va yo'q qilingan yo'g'on bir hodisada Sharq Turkiston masalasi dunyo kun tartibiga tunji qitim yuz tunishdi. Shuna bilan birga Sharq Turkiston xalqida tarixiy bir qadam biz yangi bir bat ichilgan bo'ldi. Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoy ko'chmanlari orasida nihoyatda keng bir fasil paydo bo'ldi. Xalqimiz o'zininki kimligini tanidi. Xitoy asaratining Xitoy ishg'oliyatining haqiqiy chehresini, yüzünü ko'rib oldi. Shundan e'tiboran vatan ichida Sharq Turkiston xalqining Sharqiy Turkiston ozodligi, hurriyati to'g'risidagi qarashi bek borgan sari keskinlashib, taxmi ochiqlashgan turdi. Va shuni bilan birga Sharqiy Turkiston tunji qitim boshda Turkiya bo'lish bilan birga dunyoning har qaysi joylarida, islom ellarida tonilishga boshladi. Bu jarayonda dünya ammasının, İslam dünyasının xususan elib aytganda Türkiye xalqi va davlatiningki diqqatini çekeldi Sharq Turkiston xalqi. Bir ig'ir bir bedel o'tash orqali. Bu natijada Turkistonda bo'layotgan eng aqalli bir hodisa, aqalli bir zulm Türk sirtqi insonlarning bo'limi Turkiya va tashqi dunyosiningki diqqat bilan taqib qildigan, kuzatadigan bir holatiga yetdi. Bu neticede her yili Ramazan ayida veya ki yaz aylarının yakınlışı bilen birge Sharqiy Turkistonda Xitoyning xalqimizni yo'q qilish uchun, yo'qotish uchun ve Xitoylashtirish politikasininki, siyosatininki izchil ishi bilan birge xalqimizda tirikishish, kurash olib berish, bunun qarshi ovoz ko'tarish nisbati yükselip geldi. Bununla birge Xitoy her qancha Sharq Turkistondagi torbetlerini, media teşviqat sahalarini bütün tamamen qamal qilib yo'lni to'sgan bo'lsa-mu, xalqimiz nurg'un bedel öteş bilan shu hodisalarni tashqi dunyoga to'shay oldi.
Şu sebepten bulapmı şu jili yana 2015 birinci ayının biri Xitay Şarkı Türkistan'a tuncu qitim İslami ibadet, İslami yaşam, kültür ve medeniyeti qarta iniq uçuq aşkara bir kanuni çeklemeler bilen yeni yılga kirdi. Bu sebepten dünya halkı asası bütün dünya Müslümanları bu meselege nahayeti qattiq beyaran bolganligini, naraziligini bildirdi hem bunun qarta İslam ammasi da Xitayning bu qilmishlariga qattiq g'azab uchqanlari kunsi ishbadi. Shuni bilan birga Sharq Turkistonda untinsiz baskı etip çereş, öylege baskı etiş, yollarda, koçalarda tosaş, dini ibadetlerge, kanunsuz dini faaliyet ismi aslında halkımız iziş, din ve ibadet hak hürriyetine gasp kılış, çekleş, depsendi kılış, katarlık hatta dini kıymet kararlarımızı, itikatlarımızı yer ayaklarına aldığı elip depsendi kıldığın müşündak hadisler künsi işip gitti. Bunun tabii ki hemmisi %100 taşkı dünyaya çıkmagan bilen ama umumi karakteri yüze taşkı dünyaya okşamagan vasıtlar bilen yetip geldi. Bunu kögen İslam dünyası Xitay bilen devletle münasebet, diplomatiya münasebetlerde yakınlaşış, bu bir dünyadaki kutuplaşış siyasetinde bu körülevatkan bir hadiseydi. Ama bugün şunu körüle aldık ki Şarkı Türkistan'daki 40 milyon Müslümandan ki çekivatkan eziyeti Xitay'nın elep verivatkan zulüm işkencesi Xitay'nın o devletler bilen boğan ticari veya siyasi menfaat asasıda tiklengen münasebetlerini aldı da özünün Müslüman kıyrandaşlarının ki izzet namusu, hak hukukları iğir besip gitivatkanını bunu gördük. Şu cereyanda zaman zaman vatanda yüz bergen bazı bir kırgınçılıkla, bazı bir iğir besimler karta taşkı dünyada derhal bununla ammavi teşkilatla, alimler birliği, devletle, halk ammasi, her xil siyasi partiler bununla inkas qaytırdığın bir seviyeye gitti. Hem de ahir qitim kesek şu 6. aydan itibaren 6. ayının 10'larda ta qarqaştı çıkan kanlık hadise, kırgınçılık bilen birge Şarkı Türkistan'da ta Ramazan'ın oturğıcı Xitay özünün menbelerde e'lon qilgan hesaplarını toplasak mı 60'dan üstüde bir şehit kılıngan qarindoshlarimizni ko'rib aldık. Şuna bilan birge şu yerdeki halk ammasının ifadeleri ve bazı qarashlar qaraganda bu şehit bo'lgan kishilarning soni umumiy Sharq Turkistonda bu to'qinish ve Xitoy saqchilarının qo'lida şehit bo'lganlarning soni 100dan eshivatganligini bunu hem gördük. Bu taşkı dünyaya bu nesler çıktı. Şarkı Türkistan'da Roz Ramazan'da dini ibadetlerinin çeklemi güçleşişi, dinini ügünüşü, dinini yaşışı, katarlık nurgun insanın ki asasi hakları dep qaralgan azat dünyada insan hakları dep qaralgan asasi haklardan biri itiqat hürriyeti bu qattiq iğir derecede depsendi kılınatkanlığı Xitay her kança bunu yoşurup yalgan yavdak film işlep satkun münafık alim degen olmaydı ben alim demeyme satkun münafık melun kişiler selviye vargan bularını işletti halk ammasının her sahada ticari kesbi diğen ulanımı bazılarına tehdit edilen bazılarına satkunlarını iş kısırıp müşünde Şarkı Türkistan'daki zulüm ve istibdatını yok çıkarışka helin heyran olan yalgan sahtipazlıklar bilen müşünde dünya halk ammasının Müslümanlarının İslam dünyasının közünü boyaşıktır işte. Ama bu az sanda bazı bir dilgulduçılıkını yaratkan bolsa ama %80% 90% bu İslam dünyasını ve insanlık dünyasını garipni işendiremedi.
Shuning uchun Sharqiy Turkistonda oxirgi zamondagi shu diniy cheklimlar, diniy qimmat qarash e'tiqodlarimizning dafsanda qilinishi, qiz ayollarimizning, ot sing'illarimizning izzat nomusining dafsanda qilinishi, ularning diniy yashash haqlarini qo'ldan ilinishi qatorliq nurg'un haqlar Sharqiy Turkistonda ig'ir darajada bir besim ostida qilyotdi. Buni Turkiyada bo'libmi, Turkiya xalq ommasi biz bilan irqiy jihatdan, diniy jihatdan, kültür ve medeniyet jihatdan, tarihi jihatdan chunqur bir qarindoshlik rishtimiz bo'lganlik tufayli Turkiyada bu birinchi darajada tam qo'shni bir davlatda yashagandek bek ochiq bir his qiyg'idek darajada kun tartib keldi. Turkiyada necha 10 minglagan kishi har kuni bir shahardan necha xil rayonda, viloyat nahiyalarda bu Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarining tatayotgan ig'ir kulfatlik kunlarini yanada to'ldiramiz, bularga sahib chiqamiz, yor yo'lak bo'lamiz deb bu ko'chalarga chiqdi, namoyishlar qilindi, yig'inlar qilindi, bayonotlar e'lon qilindi. Nurg'un son-sanoqsiz faoliyatlar davom, hatto hozir bugungi kungacha davom qilyotdi. Bu shuni ko'rsatadiki, bu endi Sharqiy Turkiston davosi endi xalqaralashdi. Xalqaro kun tartibida o'zining haq etgan yerini elayotdi. İnşallah Xitoy Sharqiy Turkistondagi bizning ovozimizni bostirolmaydi. Yolg'on, yabdoq, hiyla nayranglar bilan, sehrigarliklari bilan yolg'on video xabarlarni ishlash orqali Sharqiy Turkiston musulmonlarining haqiqiy kimligini, umid orzularini, haqiqiy irodasini, manzilini xunuklaştıramaydı, bundan jiroqlashtirolmaydi. Endi Sharqiy Turkiston xalqaro bir kun tartibga kelgan xalqaro bir masalaga aylandi. Sharqiy Turkiston masalasining xalqaro bir masalaga aylanganligini deb o'tdingiz. Buni zaten biz ko'ryapmiz. Mushunda paytda chet ellardagi, erkin dunyodagi Sharqiy Turkiston tashkilotlari, ma'rif jamiyati qatorliq butun tashkilotlar nima qilish kerak, yana qanday qilganda bu masalani texmo taraqqiy qilg'ili bo'ldi? Bu to'g'ridagi tushunchalaringizni, ko'z qarashlaringizni anglagan bo'lsak. Yuqori deganimizdek, bugun xalqaralashgan Turkiston davosining, Sharqiy Turkiston masalasining yuqori darajada bir yerda o'rin olganligi bu Sharqiy Turkiston tashkilotlariga ig'ir cho'ng bir vazifani yukladi. Buning uchun hamda bu vaziyat sharoitdan yaxshi foydalanish, bu imkoniyatlarni, qo'lga kelgan imkoniyatlarni loyiqida, vaqtida, soatida, to'g'ri yerida ado qilish, ijro qilish va shundan xalqimizning ozodligi, hurriyatiga erishadigan uzun masofani qisqartirishga tegishli bir to'g'ri strategiya, to'g'ri yo'l xaritasi tuzib, faoliyatlarni ko'paytirish kerak. Shuning asosida biz bu oxirgi zamonlarda tashviqot sohasida Xitoyning ilib berayotgan hiyla nayranglarini bichit qilish uchun umumiy Sharqiy Turkiston tashkilotlari shu tashviqot sohasida, xabarchilik sohasida o'rtaq bir strategiya, hamkorlikni turg'izish kerak. Shuning bilan birga o'z ichida o'zining liniyasida ilib berayotgan faoliyatlarda tashviqotga jiddiy bir shaklda ko'ngil berib, tadqiqot va tashviqotni birlashtirib, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan hodisalarni arxivlashtirib, dokladlashtirib, shu yashayotgan davlatdagi rasmiy organlarga, tashqi ishlar ministrliklari, xalqaro tashkilotlar, İslam İşbirlik Teşkilatı, BDT, Arap Birligi deganga o'xshash, yana shunga o'xshagan nurg'un tashkilotlarga izchil doklad hazırlab sunish, elchiliklar bilan tashkilotlar birdan imkon yarib bersa ko'rishish, doklad avatish, yig'in, konferans va seminarlarni o'rlashtirib, ularni da'vat qilish orqali andan xalq ommasining har soha, har partiya, har jamoatchilik ve ommaviy tashkilotlarni bu tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatni qo'yuqlashtirish va Xitoyning yaratayotgan yolg'on propagandasini bichit qilish uchun amaliy haqiqatni ularning oldiga berib, hem so'zda, hem yozilgan doklad shaklida, isbotliq, dalillik shaklda buni amaliylashtirishga jiddiy bir harakatga o'tishga ehtiyojimiz bor.
Yani şu münasebet bilen yani Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesi gün tertipke kelgenden keyin Xitayninki baş elçisi bir türküm siyasi partiler bilen ayrım uçuruşup atkanligini haberlerde anlavatımız, görüvatımız. Ahırda mesela şu bu Türkiye'de yeni kurulan Halkның Demokratik Partisi HDP degan partiyani ziyorat qilib, ulardan nimaga Urumchiga, Beyjingga ziyoratga taklif qilgandan keyin 8 kishilik bir heyet u yerga ziyoratga borganligini angladik. Undan keyin yana xabarda Turkiyaninki eng bizning Sharq Turkiston masalasiga diqqat qiladigan ayt sezgur qaraydigan bir partiya va Buyuk Birlik partiyasi deb bu partiyaga Xitoyning elchisi berib ziyoratini talab qilib borgandan keyin bu yerda 4,5 saatlik bir uçuruş bo'libdi. O jarayonda şu Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dastici ularga o'ziniki Sharq Turkiston masalasi to'g'risidagi ko'z qarashlarini, o'ziniki u masalaga jiddiy qaraydiganligini, u yerdagi masalalardan nihoyat qayg'ulanib beyarim bo'layotganligini ifodalash bilan shunda ba'zi masalalarni deyishibdi. Oxirida yana bularni Xitoy shu Urumchiga, Beyjingga taklif qilibdi. Bundan bir heyet tashkillab bordiganligiga ma'qul bo'libdi. Yani moşunda bir Xitoy bu yerda yana hozir Turkiyada bir faoliyat yurityotadi. Aldı bilan bular bag'anlik yerga u yerda Uyg'urlarni unda bir masala yo'qligini, balkim ko'z bo'yamchilik bilan har xil shaklda anlatib kelyotibdi. Mo'shuningga qarata bu tashkilotlar yana bu Turkiyadagi boshqa davlatlardan bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Bu to'g'ridagi Xitoyning bu faoliyatlariga qarata siz nimalarni his qilyapsiz? Xitoy bu tarixiy an'anasiga Xitoyning xarakteriga qaraydigan bo'lsak, tarixdan buyon yolg'onchi, makkar bir millat. Davlat siyosati strategiyasimi shu asosda tiklangan. Uning uchun Turkiy millatlarning urxun qazmisi deydigan Bilge Hakan'nınki taşqa o'yib qo'ygan oltin arablik so'zlardimi? Bugun Turkiy millatlarning hammasi içirdiğin işxanasının temida hemmisi bunu yazıp koygan ve Xitayning ishonamanki başta Büyük Birlik Teşkilatı Partisi ve şuna o'xshash barliq Türk ve İslam Türkiye'deki İslami hareketler partilerimi Xitayning bu hiyli-nayran nima uchun ular bilan ko'rishayotganligi, Sharqiy Turkistondagi zulmni qanday qilib yo'shirishga tirishayotganligini, buni bek yaxshi his qilganligini biz bilalaymiz. Çünkü bizim bular bilan bo'lgan aloqa irtibotlarimiz intayin kuchli. Buni bizga har zaman bular his qildirib kelyotdi. Shundaqdimi deydiganimiz Xitoyning bu hiyli-nayranlarga ishonmasligi, inshaalloh biz Xitoyni har yerda kuzatamiz, har yerda ta'qib qilib, Xitoyni inshaalloh hech yerda yolg'iz harakat qilishini yo'l qo'ymaymiz. Bütün xalqaro sohada dünyanın her qaysi yerdagi barliq tashkilotlarimizga bu yerdan jakalaymiz. Qarindoshlarning bu nuqtada Xitoyni hech bir ko'chada yolg'iz harakat qilishga ruxsat qilmasdan, ular berishdan burun berish, borgan yerga qayta oyoqidan berib, rasmiy, g'ayri-rasmiy parti, tashkilot hammasini ziyorat qilib, Xitoyning haqiqiy abtibasharasini aytish kerak. Xitoyning bugun o'tirig'i ichayotgan, yeyotgan Ramazonning oxirgi kunlarida dünyanın gün tertibiga Sharqiy Turkiston masalasining Xitoy zulmi bilan kelishidan o'liqib ketgan Xitoy yolg'on Ramazon iftor faoliyatlari degandek nurg'un yolg'on sunniy ko'rinishlarni dunyoga chiqdi. Buni ko'pincha media organlari buning yolg'on ekanligi to'g'risida keng ko'lamda yezib kelyotdi. Televiziyada bu analizchi va mulohizchilar buni rahat bir şekilde gaplashayotgan kun tartibga kelayotgan masalalarning biri. Onun için biz Xitoyni inshaalloh hech bir yerda bu hiyli-nayranninki amaliyotga eshigiga yo'l qo'ymasdan inshaalloh biz buni kuzatib yo'l vermaymiz. Bulduk ko'p rahmat sizga. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, yuqorida biz sizlarga xalqaro va Turkiyadagi Sharq Turkiston kun tartibi to'g'risida olib borgan suhbat programmamizni diqqatingizga sundik. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi programda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.